Assalomu alaykum Trend Semental kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, buqa ishqibozlari. Dehqon akamizda ikki bosh buqalari bor ekan, shuni sotuvga qo'yapmiz. Biri semental, biri limuzin. Mana hamma yo'g'i yeb-ichish joyida. Bugungi sanamiz 1-iyun. Haftaning yakshanba kuni. Yeb-ichishlari hamma yo'g'i joyida. Bular olinganiga ko'p vaqt bo'ldi. Limuzinda 4 oy avval olgan, 4 oydan ham o'tdi. Narigini semental hozir ko'rsataman. Sementalni kichkina yangi tug'ilgan 1 oylik bo'zoligida olib kelib, o'zi qiziqishga boqqan o'zini sigiriga qo'shib. Mana oqa ketlari. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q bu mollarimizni. Aybining shoqi borligi nabarat yaxshi, yemlayotganda boylab boqsa bo'ladi. Mana semental orqa boshlari. Bunisi limuzin. Haqiqiy toza limuzin. Hech qanaqangi narsa yo'q. Sementalimiz avstriyskiy toza o'zimizdan fermadan chiqqan. Bunisi Rossiyadan kelgan limuzinimiz. Akamiz havasiga, qiziqishga boqyapti mana. Yaxshi kunlarga, yaxshi niyatda sotmoqchi bo'lyapti. Yeb-ichishlari yaxshi, mana ishlari somonga bedarlashtirib bergan. Bunisi silos, maka silos. Shunaqa. O'ynab yurgan mollar. Hech qanaqa kasali, boshqasi aybi yo'q, yeb-ichish hamma joyida. Pullariga keladigan bo'lsak, pullari 28 milliondan kami bor. Ikkovi bir joyga bo'lsa, chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Xudo xolasa. Yakka ham sotilaveradi. Dastavkamiz yo'q. Ko'pchilik vohadan akalarimiz so'raydi. Lekin mashina gaplashib berishimiz mumkin, o'zimizda texnikamiz yo'q. Ular 120 tepasida o'sha katta navos olib qo'ygan. Ular kichkina bo'zi emas. Mana haqiqiy Instagram tuyoq. Manzilimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanida. Rais qishlog'i. Asosiy nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Aytilgan summa muhim emas. Kelishamiz. Xudo xolasa sotiladi akalar mana. Sotamiz. Ikkovini bir joyga olib qo'yib, havasga baqadigan novoslar o'zi. Akalarimiz kuzgacha olib borsa o'zi yetarli holat bo'ladi menimcha. 6 oy boqsa normalniy bo'lib qoladi. Qisi o'syapti, chiroyli bo'lyapti mana. Silliq bo'lib tulab. Yaxshi qo'ya boshlari ham yaxshi. Mana orqa ketlari ham yaxshi akalar. Va haqiqiy limuzin. Mana semental.
Sementalni o'zi tushunadigan akalarimiz o'zi yaxshi biladi qanaqa nimaligini. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimizni qaytarib o'tamiz yana Andijon viloyati Buloqboshi tumanida. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz.